Assalamu alaykum sevimli azizlar. Adli Kişilerin Kaltısı Hikayesi programımıza hoş geldinler. Bugünkü sanımızda nurgullarımızga tanışlık bolgan, özünün kitapları bilen, kılıvatkan ilmi hizmetleri bilen, toxtumas tirişçanlıkları bilen, nayit yaxşı terbiyelayatkan balları bilen ve ballardaki özü erişken tecrübelerini biz bilen ortaklaşıp kelyapatkan nayit söyümlük bir qerindişimiz var. Şu qerindişimiz bilen söhbet ötkizimiz. Gülbar Uygur oğlu hanım. Assalamu alaikum. Avazınız toxtam. Avazınızı içen. Hı, evet. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamamen selamet olun. Allah'a şükür. Gülbar, sizni Nurgullar Gülbar malum dep açқан dərsxanalarınız bilen tanıydı. Yeni köplegen halkımız sizin yazgan kitaplarınız bilen tanıydı. Yeni bəziler sizinki başlatқан planlıq analar, planlıq balalar hareketiniz bilen tanıydı. Burundan tanıydıqanlar sizin doktorluğunuz bilen tanıydı. İş qilib, köp xil kimliginiz bilen hazırgacha toxtamay tirishib kelyapsiz. Eng avval sizni o'zingizning og'zidan tanıylı. Özüm tanıştırsam kısa kalıp ismim Gülbar Mehmet. Dadamın özümün dadasının ismi Mehmet. Öz vaxtdaki şu devirde yaşayanlar buldu. Dadam dağlık kompozitör, muzikanttı. Babam rahmetlik, okutucu dadam rahmetlik muzikant. Türkiye'ye kelip vatandaşlık algandan keyin biz bu yerde bir familiya işletiş ihtiyaç bolganlyk üçün biz Uygur oğlu dep familiyamizni şu şekilde koygan bolduk. Şu tapның özüde men 4 balanın anası, 13 yaşlık, 8 yaşlık, 5 yaşlık ve 20 yaşlık balalarım var. 2 kız, 2 oğlan. Ali mektep kesmem doktorluk. Men Işkirde 7 yıl klinik davalaşta okudum. Okuş bitirip Kaşgarga qaytып, Kaşgar vilayetlik öküz santriste 2 yıl nefes yolu keselikler bölümünde. Kesmemden kalıp 2 yıl işlegen boluptu men. Ondan keyin zaten Ali mektepten tatip içimde bir ot var demin. Chet elge çıkış. E, Bu özümün yurtudim ve Cumhurumuz çegralardan çıkıp durup, dünyani bir körüp baksam, kudukluğun çetke pakadak bir yaşamasam, insanlar, başka insanlar kandak yaşayatıdı. Ne üçün bazı nerselere men eğildi, uçurlarını erişeydiği vaxtlarımda erişemeymen, meyli torunu izlensem, bu vaxtlarda çeklengen bir aletini kögettim, lekin bunun nemi sebep kelgini bilemeydim. Çünkü ben koyup bir dini ailede çoğun olmadım, bir ziyali ailesi çoğun oldum. Çoğunlukla içimden bir dünyani sırtqa çıkıp okuşni arzu kılgan bir tarafım bolganlyk üçün yoldaşım bilen biz gerçi balımız 1,5 yaş kirip kalgan bolsunmu bu heves bilen chet elge çıkkan bolduk. Chet elge çıkkan ayakı türktilgen dok hemmelenge okşaş. Andan Ankara Hacettepe Üniversitesi'nin doktorxan başkuruş kesbini magistrligimni okudum. Onu okuş bitiriş ve bunu okuş jaryanida hazırkı işlik şogullanıp kelyapkanım bekerek balla pedagogisi, balla psixikisi, ballaның royu sağlamlık üstüde toxtuluş ulap geldi. Tüm kılatkan kısımtım asasen muşunu merkez kılgan alette, çördügen alette elip beriladı. Hmm. Onda olsa sizinki şu dersxananızı men 2015'lerde mi bilemdim iş kılıp öndüderde açkan şu 2015 mi yek onundan biri mi? Menin bilgen vaqtlarım 2015 yıllardı. Sizinki doktorluk hayatınızdan, yani vatandaki doktorluk hayatınızdan ve Mayada Hacettepe Üniversitesi doktorxana başqurishda aspirantlıqni tugatgandan keyin endi bu ma'rif sahasi hesapda birisi tanni davolash bo'lsa, yana birisi ruhni küçeytiş ve yoki davalash degandek nurg'un rollari bor endi. Buning o'tib ketishingizga sabab bo'lgan omil nima? Asas anı menin oğlum oldu, çoğun oğlum oldu. Çoğun oğlum bu yıl 13 yaş kirdi Şaymer'den. İnsan belki yine de 4-5 balası var. Analar üçün elbette aytkan çağda. Bala hemimiz üçün bek kıymetlik bilmem. Ana bazıda özünü tutulamaydı. Ana bek çarçaydı. Bir iki kıtım balığa qarab taşlaşını veya ki balını bir iki kıtım urup taşlaşını mening haqqım deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. İnsan ayrılgan çağda kıymetlik bir narsa. Andan onun kıymetini texim bek his qildikan. Men özüm balının en küçük ailede 4 bala biz. Hmm. En küçük Ayçem bilen aralığımız 9-10 yaş farkımız biz. 9 yaş farkımız. Ben kandak bal götüreşini, bal yakışını bilmeyelim okup, oynayıp, gülüp okup.
O'qish bitirib, ali maktabini bitiribla, to'y qilibla, bir yil qolmagan ichida Ushqunga bir bola chiqdi. Men o çağda balamni faqat analık bir mas'uliyatim bilan baqqanligimni men balamdan ayrilgan chog'da his qildim. Chet elga chiqishni yo'ldoshim bilan tan qaror berdik, yo'ldoshim bilan tan chiqdik. O'g'limning pasporti bo'lmaganligi uchun vatanda qoldi. Lekin men Turkiyaga kelgandan keyin, bu ayrilishdan keyin andan analık hislarimni qaytadan e, yashashni boshladim va yangidan yashadim desam bo'ldi. Ko'zimga shu yoshdagi bolalar ko'ringan vaqtlarda yig'lab ketetdim. 3 ay ichida chiqamiz degan bir plan bilan kelgan odam 2 yil ayrilib qoldim o'g'lim bilan. Va bu yerda men uchun birdan-bir ruhiy tasalli islom dini oldu, dinimiz oldu. Ben bunun da ögünüş jarayonida bir dernekte bir Türk o'qituvchining og'zidan Adam Güneş islomiy bola tarbiyalashninki bir mutaxassisi deganini olgan keyin to'rdan izladim. Ve kecha yig'la bu 2 yil jarayonida men asosan qanday qilsam bu bolamdan onasidan baldur ayrilgan bolalarninki takrar onasi bilan jam bo'lgan joyga ro'y sog'lomligini qo'llab qolgan bo'ldi. Sog'lom bir kishi xarakter bilan cho'ng qolgan bo'ldi. Ve sağlam bir evlat kılıp yetiştirgül buldu. Degen üstüne toxtumay izlengen buldum. Neçke yastıklar yığılıp jığılgan vaxtlarım oldu. Yani bu dershane içtiki vaxtlarım o del şu 2014 yılı balamni chiqqandan keyin men aftan Adam Güneş epamninki qishig'i bordim, kurashdim. Meni bir hangning qiridan qaytib kelsan dedi. Chunki balani bu vaqtida qayiniga qaytib kelishi, buningdan biroq ayrilishning bo'lgan bu bo'shliqni sen tamoman yepib ketalaysan, to'liqlab ketalaysan bu bo'shliqni. Agar bola ya'ni qanchalik kechiksan, o kadar bu bo'shliq texnik yo'g'onaydi dedi. Bu balamni yanımga algan günümden tartib men ayrim balam bilan yattım. Bexatar bağlanışni tekrar qildim va bu jarayonda mening hayotimga nihoyat ta'sir ko'rsatgan bir hadimiz bor. Allah razı olsun. Mening o'z qo'li bilan menga yog'liq atgan, menga uyg'urligimni, menga islomning bir ummat ekanligimni bildirgan bir hayotimga ta'sir ko'rsatgan bir hadimiz bor. Bu hadimiz Türkiye'ye şu çağda to'qqil keldi. 4-cü balasını to'qqil keldi. Onun ekiga 5 balası oldu. Men balalarga qilgan muomalalarini ko'rgandan keyin o kadar bilimlik, o kadar ilimlik bir onaninki ba'zida to'g'ri deb turib qilgan xatoliklarni, muomalalarini ko'rgandan keyin ichim shunchalik ichishib ketdi. Atrofdagi nurg'un onalarni ko'rdim. Ular yanidagi bolalarning qadrini bilmaydi, sog' salomat bolalarning qadrini bilmaydi. Uların qilgan muomalalaridan, hatto turklarning bolalarga qilgan muomalalaridan yo'lda urushlari, silkishlari shunchalik ichimni ichib turadi-da. Bu ahval bizim Uygur anlarda yok mu? Bak, bunu hatta normal kabul kılıp çoğulgan nurgun insanlar var. İçinde şundak bir ot battık ki, ben bu ögüzemden ki nurgun toğur dep oylagan hatalık ki bu perzent terbiyesi. Qanday qilsam men başkalarga yetkizmen degan chig'imda, avval shu hadimizniki uyga bordim Turkiyada, uy tutqanlikda, bolalar tutgan muomaladan ko'rib, o'zimning bilganlarimni yetkizgan chig'imda, siz bunu bir qıtımlık oturup verip muğdaşkanda, paranlaşkanda tügümeydi eken. Sizin oyunuzda meni arlıqqa, öyümün arlıqqa xeyli bay eken. Ündidardan bana grup ündidardan yetkizip bəsiniz dedi. Men ündidarda grup kuruşundan nemirkenim bilmeydim. 2014 yılı 7. ay. Bundaq bir narsanın bağlılığını, bunundan bir başkalarla alakalı bulduğum bilgen bilen grup bir dershane işini nemelikini bilmeydim. Belki o çağda vatanda bağım yok mu bilmem, lekin şu çağlar başlayan vaktimde tor dershansda avazlık ders berip durup, perzent terbiyesi doğrusunda bu temide ders bergenlerini, mening aldımda kalanlarını men anlamadım. Belki buluş mümkün. Şu çağda mahburat ma'lumotchi qadam bildi. Adam Güneş yapanlar Anadolu pedagogikasına çıkış kılıp dershane içişini başlayan birge mahburat, birge men bor. Şu hadimizin vesilesi bilen 11 kişiyle bir haqsız dershane işini başladım. Vatanım 6 tane dostum, bir tane özümden ayetini kattım. Saudiya Arabistan'dan bir hadimizni kattım. Türkiye'den bana hayatım ta'sir ko'rsatgan o hadimiz ve hadimizin sonrasını kattım. Sonrası atayin kelib bana grup verdi ve 11 kişiyle ben bu dershaneye haqsız holatda başladım. 2014 yılı 7. ayının 14. günü başladım. Ondan keyin 2014 yılı ta bunu 2014 yılı o 2. ayga kelgan chig'imda darsxonamdagilarga u yoqdan bu yoqdan olib kelganlarning soni 140 chiqdi. 2015 yılı ikinci bolamga ig'ir oyoq ulab tug'ay degan shu 3. ay mezgili kelgan chog'da boshqalarninki tug'utni aldagi biroz darslar to'xtab qolgan chog'da o kadar jiq istak kelib haqliq eching degan taklif qildi. Sizning ehtiyojingiz va haqliq eching dedi.
Hatta merbuğa şundaq tələbini qıldı. Qandaq boldu desem, siz ayaqlıq eçin, biz ikili tərəfdən taң içib başlayımız, anılarını tərbiyələyimiz dedi merbuğa. Merbuğanın bək yaxşı görməyim, bək esil bir qız. Esil bir muallim dep oylayman. Şu vesileyle bu dershanemiz içildi ve 2015 yılda 3. aydan tartib haqlıq ve haqsız dershanlar sistemli holatda içilishni başladı. Bu sınıflarnınki davamı hazır içip kelatıdı ve şu çağlarda yeni anılarına balısı menin kızım, Gülbanu kızım 8 yaşta, bu kızım bilen taң çoğ oldu şu ballar. Hazır demek müş 7. ay gelse 9 yıl buldu. Vaqt demeyen 9 yıl. tezken, ha? Hı, doğru. Lekin sizinki men şu WhatsApp'taki planlıq anılar neçə yıl oldu? 3-4 yıl bo'lib qoldimi? Planlıq anılar klubununki başlandı. Planlıqlar bu yıl bizning 4. yılımız. Planlıq balla. Endi bunun o'tirg'i chiqishiga qandaq bir sabab bo'lganlar bor? Ee, Bunu aslında ben doktorluğumga tayyorlik qilish, men endi kasbim doktorluk deganni deb o'tgandim. Men kelgandan beri Türkiye'de bizningki diplomlarimizni denklikten ötkazishdaymiz. Mana bu YÖK deymiz, Yüksek Öğretim Kurumu'nunki, Türkiye'ninki Maarif ministerlik bir yemki. Şununki tasdiqidan imtihonga kirish huquqini olamiz. İmtihonga kirish huquqini olgandan keyin biz Türkiye'deki 6 yıllık müfredat, yani 6 yıllık ders programımızda öğrengen derslerini biz kayıt öğrenip bu imtihana kirişimiz gerek. Türkiye'de okuyan doktor balalara okşaş. Ben Türkiye'ye kelgenden beri kılanmamdım mı? Kılalaydım. Ben hazırgıçlık özen kişiyim. Ben imtihana kirsem imtihanda öterleydim dep özen kişiyim. Fakat tayyorluk kılışka bir jarayan kelirken. Ama meniki anılıkta olan mesuliyetim, ballarımdan üstüdeki mesuliyetim aldığımda planga çıkanlık için ben doktorluğunu hep keçiktirdim. 2020 yıllık kelgen çağda boldu. Endi bunun da texnik keçikisi bolmaydı. Ben bir dersimde başlaydı. 3. balam bilen. Dersin başlaydı. Bir planlık ögünüş başlayan çağımda tordan Meryem muallimni uçurtup kaldım. Meryem muallim hesapta bu planlık anlasınpımızdaki bir vesilesi oldu. Hazırgaçılık telefonumda Meryem Pilancı ana, Meryem Muallim Pilancı ana dep izalıp telefonumda sinirlem. Başka Meryem isimli qarindoshlarımızdan ayırış için saqlab aldım. Sınıfa kirdim. Sınıfta her gün doklad yollaydigan, yaxshi qılamsa jaza yollaydigan degandek jiq adam yo'q dedi. 20-30 adam bor bu chog'lar. Bir sistemini ko'rdim. Keyincha bu sinfimizniki vaqti to'shdi, tarqaldi. Ammo men bu sinfni bundaqlar qo'yib qo'ygim kelmadi. Texnik analar balkim bizga o'xshashtirishni xohlaydigan analar, vaqtini behuda o'tkazishni xohlamaydigan va yoki umrida voy men ajab bir ish o'rgansam bo'ldi, lekin kunim bola yiqib o'tib ketdi deb, xuddi bola yiqishni o'zininki balani o'zining yukidek. Bola yiqish bu vazifasini o'ziga nisbatan bir hayotidagi bir to'solg'udek o'ylab qolgan nurg'un xonimlarni ko'rdim. Paranlaştım çünkü ben farzand tərbiyəsi istil dərsxanada davamlaşdığım üçün məndən məsləhət sorğulu gələn, muğduşulğan nurgun xanım qızlarla ilə tanışdıq, görəşdik, onların dərdlərini anladım. Farzand tərbiyəsi faqat balanın ham dərdi olmaydı. Bu ana oğucununki ötmüşü ve hazırki haleti, onun yoldaşı bilen boğan münasebeti ve bu ailesinin ötmüşü ve bugünkü musafirçilik hayatlarına ait ziş münasebeti oldu. Bu jarayanlarda o kadar çok isli hanım kızlarımız var ki, Ali mektepte okuyan veya ki okuşunu tamamlap bulamagan bolsun, Allah için hayatını aileye fida qilgan. Ama ular dal shu 20 yılda to'xtab qolganlik uchun bola beqish aileni hayotindagi bir to'salg'u deb o'ylab qolganlar ekan. Ular uchun bir ishga ketishni xohladim. Gerçi ularga diplom berarligidek bir ishlarimiz bo'lmasmi, o'g'inish ruhini yo'qotmasin ekan. Chunki onaning o'g'inish ruhi bolalarga miros qolgan bir narsada. Shunday bir sinf etishni planladik. Hesapda tunji yilnisi haqsiz holatda davomlashdi va yil oxirida Nuzgun Kültür Cemiyeti'ninki, Şarkı Türkistan Nuzgun Kültür Cemiyeti'ninki bizim bu planlık ana hizmetimizin ait qo'llashi, yaxshi ko'rishi bilan bununki devam geldi deb bilaman. Yani bu işin vesilesi, yani bu şundaq başlangan bo'ldi. Hesapda bizning bu 4. yılımızga qadam qo'yibdik, hozir 2. fasl davomlashyapti. Demek ki bizning amaliyotda hayotimizdagi bek muhim narsa nima deganda, Türkçe'de farkındalık deydi. Fark qilish, his qilish, tefekkür qilish. Hayotda nurg'unlarimiz, mesela siz uçurgan meseleni uçurduk, köydük. Hemimiz hatta nurg'unlarimiz bununki müşüne bosti deb biz qildikmi, qildik.
Ama bu yerda amaliy harakat bilan birlarining chiqib, buni mundaq qilayli deyishi, planlashi, qo'l selib qilishi va buni davomlashishi, boshqalarningki buningga madad berishi, yordamli bo'lishi bir go'zal ishning tug'ilishidan tortib cho'ng bo'lishigacha bir kishi bilan bo'lmaydi deganni his qildingiz siz. Masalan, siz his qildingiz, bundaq qilsa qo'p tika dedingiz, atrofdagilar darsxonaga kirdi, mangdi. Aqsdan Nuzugum Cemiyeti'nin destekleri bilen hazır 3. yılınızı, 4. yılınızı Evet. qadam qo'ydi dediniz. Demek hakikaten şundaq güzel işler, işte qadam kichik deb qaramasdan, yakimiz ko'zni bek yo'g'antib etmasdan, yoki aqila deb saqlab o'tmay birisining chiqib beshidan tutib qilishi bilan bo'ladi demek haqiqatan. Undan keyin sizningki ikki parcha kitobingiz va birisi sog'lom rishta tuzgan kitob shu Adem Güneş'ninki kitabının ikincisi Mehremiyet Terbiyesi. Ee, bu iki kitapninki hikayesi qandaq bo'ldi. Endi biz hozir mana bir masala bor. Shu muajiratda, musafiratda ana til deb hammamiz kuchayapmiz. Ammo bu ana tilni davomli elib mangadigan karvon sifatidagi ana tildagi kitoblarning xizmati to'xtab qolganlik holatda bo'ladi. Chiqqan kitoblar diniy kitoblar, ancha muncha ba'zi siyosiy kitoblar va farzand tarbiyasi haqidagi kitoblar. Shilda chiqib qoldigan nechta bolalar kitoblari deganlar bilan nima qilib qelyotadi. Bu nashriyatchilik, kitob chiqarish bek muhim xizmatlarning birisi. Shuni bu yerda alohida so'rayapman. Bu ikki kitobning hikoyasi qanday? Bu kitapmı da meninki Şahimerdan oğlum sebeplik oldu. Oğlum hatta menin kalbimde başka bir orun durdu. Hem ballarım meni tüp barmağım oğuşayış. Qaysını tişlesem ağrıydı. Hemmisi men için o kadar kıymetlik. Bir-birden yani barqarab turadigan almastek balalar. Albatta hammamizning balasi ashundoq. Har bir balani onaningki balları ashundoq deb tushunmayman. Bular Uyg'ur balalar ajoyib tirishchan, bek aqlli. Endi menga kelsam, buningga yana o'g'lim vesile bo'ldi. Men Tor darsxonasini so'zlash bilan birga izchil holatda pedagog Adem Güneş efendi bilan bo'lgan aloqamni uzib qo'ymadim. O'zim bevosita ko'rishamasam, uningki shu chog'dagi yordamchi, ya'ni katipleri degandek, yordamchilar degandek birmuncha kishilar bordi. Hatto hozirmi deb bilaman, İstanbul Şirinalarda bağlanma terapiyasi instituti deb maxsus o'ziniki psixikalik balalar ata-analarga, balabыз ata-analarga yetakchilik qilgan bir markaz bor. Aşağı kişilik bağlan. Andiken İstanbul Fatih Üniversitesi vardı. Şu yerda ders ötətqan sınıfı qışlıq kirib ders aldım. İzchil holatda ichimda bu bilgilerim faqat so'zlash bilan qolmas ekan dedim. Buni texnik yurjiq odamlarga yetkazish va buningki qilib qolgan bir holat bo'lishi. Chunki bizda bexatar bağlanish degan uqum azaldan ata-bobolarimizdan yashayotgan bo'lsak-mu, lekin kitob holatida yoki buni maxsus bir farzand tarbiyasi degan tema oldida o'tirib chiqqan bir kitoblarni ko'mdim. To'g'ri, farzand tarbiyasiga nurg'un esli kitoblarimiz bor. Yarmuhammad efendimning masalan Qutat Qo'blikdan olgan farzand tarbiyasi to'g'ridagi fanni nasab kitoblarimiz bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning islomlik farzand tarbiyasi degan nurg'un kitoblar bor. Endi bu kitoblarningki o'tirg'i chiqishini bir zarur ehtiyoj deb o'yladim. Boshqa farzand tarbiyasi kitoblari bilan farqini shaxsan men farqli ko'rdim deb o'ylayman. Chunki bir-birini to'liqlaydi. Qandaqdir alohida yuqori yo tuvan emas, bir-birini to'liqlaydi. Boshqa farzand tarbiyalaridagi kitoblarda hukmiy narsalar berilgan bo'lsa, masalan, balalar mundaq qilish kerak, balalar andaq qilish kerak, ana o'g'ichi mundaq qilish kerak deb nayti xulos shaklida, hukmiy shaklda berilgan bo'lsa, fandan asas shaklda berilgan bo'lsa, bu o'rgangan Anadolu pedagogikasidan chiqish qilgan hisobda insonning fitratini ustidagi ilib berilgan fitratni buzmaslik tarbiyasidagi bu farzand tarbiyasiga bexatar bog'lanish, sog'lom bog'lanish va bu jarayonlarda nimalarga diqqat qilish degani faqat konkret bir jarayon. Bu hukmiy xulosa bir nasihatning o'ttirdagi inchika nuqtalar. Ma'qul, men bolamni ursam bo'lmaydi ekan, bolam men uchun omonat ekan, bolam men uchun qimmat ekan. Undaq bo'lsa, o'maslik uchun bolamni qanday gap anglataman deydigan bir jarayon bo'ldi. Bolam istikandagi sutni to'kib olsa qanday qilishim kerak? Berib uqsini ursa qanday qilishim kerak? Berib uyamning pardasini kesib
kesiverse, tamlağı cicip koysa, ben qandaq qilishim kerak? Yani nayt konkret bir jarayonlar var bu yerda. Dal mushunga sherkatga nisbatan ota-ona qandaq muomala qilish kerak va bu jarayonda bu ana bilan bola o'rtasidagi munosabat sog'lom bir rishtani qandaq bog'lash kerak deganni texmi ko'p onalarga yetkazish va buni meros shaklida qabul qilish uchun men bu kitobni tanladim. Shunga hatto bu kitobni o'g'lim uchun otadan o'qiganlar bilgan ko'rgan bo'lishi mumkin. Dastlabdagi betlarda men Şaimerdan oğlum men bununla vesile oldu deb o'g'limga atab yozgan tayyorlagan kitobimiz oldu. Bu kitaplarni men 2015-yili ruxsatini olib bo'lgandim. Adam Güneş Efendi'nin öz kalemi bilen imza atkan kitapları bilen ruhsatını aldım. Ama 2015 yılda işine ben bir edebiyatçılık kaşık apadım. Bu kitap biz Uygurlar için nayet kıymetli kitap. Bunu tercüm kıpırım. Ben bir doktorlukta okudum. Ben koş dilde okudum. Ben til seviyem sizdençilik emezdim. Lekin bir edebiyatçının ki içindeki ot menimçilik çıkmadı. Yani bir işin oturga çıkış için onun da acayip bir samimi ve içi bir ot buluş gerekken bir psikologla kaşık apadım. Psikologlarının aldığı bir neçe edebiyatçının aldığı apadım, bir neçe psikologlarının aldığı apadım. Öyümge teklif kıldım, mihmanға teklif kıldım. Öyümüzde söhbet kılıp baraylı. Yak men kışınızı baraylı dedim, kışığa badım degендek. Onlarga bu kitaplarını kötüre jürüp tanıdım. Çünkü bir psikolog belki bununki tili ve bununki mezmunu eksiltip veriş mümkündü. Bir yazgıcı, bir edebiyatçı belki til cihetten bunu texim yaxşı ifade veriş mümkündü. Ama hiçbirinin mening içimdeki otdek bulması gerek. Ya ki şu çağdaki hayatıda belki bu hizmetni o kadar mühim orunda görmedim. Onu mu bilmeymen her kişinin hayatındaki ma'lum bir mezgillerde ciddi ya ki mühim ya ki mühim emas deb qaraydigan ishlar bo'ldi. Hech kishiden ranjishim yo'q. Belki bana nasip olgandı bu şekilde dedim. Ahire boptu Bismillah deb qo'limga qalamni alay. Belki bir yerlerden tuzladiganlar chiqidi deb qalamni qo'lga aldım ama 2015-yili meni hech kim tonimaydi. Biz o'quvchida o'qiyotganimiz bilan menimizda faqat kichikgina balamiz bordi. Ne iqtisod, ne munosabat, ne bizni qo'llaydigan hech bir narsaga erisha olmagan vaqtlarimiz. Ta bundan 5 yıl ötken çağda, 5 yıl izcil bu persen terbiyesi dershanesini içi jarayonda, Ünlüdar'da işinin bir leksiya sözleymen desem, bir grupka 500 edemli çakağıl buldu. 4 grup tuşattı. 2000 adam ders anlaydı Ünlüdar'da. WhatsApp'ta mı mesela 5 yıllık bu jarayonda dünyanın hem yerinde nurgun anılar dershanının faydasını köydü. Farzand terbiyesi derslerini anladı. Yani aşı anılarniki, vatan içi, vatan sırtki anılarının kollışı, meyli maddi, meyli manevi cihetin kollışı bilen bu kitapның hem iktisat, hem tahrirlikki tonuştuğanlar oldu. Vay bu kitapni tahrirlep berdiğanlar vardı. 4-5 tahririnin koldan çıkan oldu. Yani til meselesi asasen hal oldu deb o'ylayman. Şu xil şekilde bu kitaplar o'ttirg'a chiqdi. Sağlam reşit kitabım. Bir kitap o'ttirg'a chiqqanken, ikkinchisining menga bir yo'l ichilganken, ikkinchisi menga ish asarroq bo'lgan. Bunun yolunu bildim mi? O çağda biz Uygurlarımız için yani hayat terbiyesi intayin mühim. Tabii ikinci kitapını ben bu kitabı aldım. Mehremiyet terbiyesi de. Uygurlar zaten ataboğullarımızdan tatlı meyli enel içinde yaşaylı, meyli İslami sünnet içinde yaşaylı. Biz şerma hayani, padişahni acayip çok orunda koyduğum bir millet. Ve bunu bir güzellik, bunu bir ilim de oylaymiz. Ama muşunun içinde mi? Men farzand terbiyesi doğrusunda ders sözleşleri yani nurgun anılarına derin aldım dedim o. Onların ballık hayatındaki bir şey kelgen facialar. Özünün yakın tuqqanları, nevraklары ve ya ki ata-anasından kögen şiddet deymiz, yani zoravallık. Bu xil sebepler bilen içinde yoşurunup kalgan nurgun azaplar degендek. İslamda mesela bir yağlık atış var. Yağlık atış meselesini qancha yaştan başlaş gerek. Bunu hazırkı hem yerde erkinlik dep oturup koyayotgan bir cemiyette biz kız evlatlarımızı bu xil mahremiyet içinde qandaq köndürüşümüz gerek. Qandaq qilishimiz gerek. Yani yürküge atılmagan yağlık beşiğe atılmaydı. Bu aniq. Yürküge qandaq atımız. Beşiğe atıştan burun yürküge qandaq atımız. Bir kız özününki iffet nomusunu, özününki qızlıqını qandaq qoğdaş gerek. Bu fakat qo'qash bilan bulandı yoki bir kuchlik bir kishilik xarakteri bilan o'zining izzat g'ururini qo'g'dashdan o'tirib chiqandi. Bu to'g'risida nurg'un temalar bor. Onlar bilan paranglashib ketamiz. Mushtaq bir kitobga ehtiyojimiz bor dedi. Hatto o'g'il bolalarimiz uchun. Masalan, Uyg'urcha tarjima qilinmay Uyg'urcha yozilgan kitoblar qanchalik bilmayman, men uchirmadi. Oddiysi ishkir yozilgan bir pedagog
Xitoyninki bir Hanzuning yozgan bir kitobida o'g'illarimizni qutqizib olaylik deydigan bir kitap bor. Bu Uyg'urchaga tarjima qilindan keyin Ba. O kitapның Uyg'urchасы бар. o'g'illarimizni qutqizib olaylik. Endi haya desa, mahremiyet desa, bu qizlar bilan qartilgan, ayollar bilan qartilgan bir gap emas. Bu o'g'illarimiz ustida to'xtalishimiz, o'g'illarimizni qo'g'dishimiz nihoyat muhim. Hozir bo'libmi erkinlikni surishtir qilayotgan hozirgi endi söhbət olub qaldı. Məsələn, qo'shchinslarninki vaqasi butun dunyoda yamrab ketyapti. Bu xil ahvollarda biz o'g'illarimizni kuchli bir xarakter bilan, erkaklik bilan, jasurlik bilan, mas'uliyatlari bilan va ajdodlarimizga miros bo'la oladigan bir holatni qanday qo'g'dab turib cho'ng qila olamiz. Buning mahremiyat, ya'ni hayot tarbiyasi bilan bo'lgan bir bog'lanishning naqadar muhimligini ota-onalar his qilish kerak, ahamiyat berish kerak. Shuningdek, bu kitobni men ikkinchi bo'lib tanladim. Hemen tavsiye qilgim keldi bu kitobni mahremiyat tarbiyasi. Endi mahremiyat so'zi arab tilidan ilg'an so'zkan, tam ma'nosini bildirgan uningki Uyg'urcha kitobini so'zlikni men topolmadim. Shuning bo'yicha ilaverdik. Biz buni ko'p maslahatlashdik. Buni tahrir qiluvchi ajr singan, qon ter singan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bu kitobni eng oz deganda 3-4-5 odamning qo'lidan o'tib o'tirib chiqqan bir kitob. Hatta onun muqalayılısını tatip, xatның rənglərindən tatip, heç bir iş əcirsiz olub baxmadı. Əcirsin gələn məylərdən Allah razı olsun, Əvlad Nəşriyyatından Allah razı olsun. O kadar emmini öz içine algan mükemmel bir kamus gibi bu bulamısın ama adli bir mezmunlardan bu küçük yaşlı balalarga bekerek mas keldi çünkü balla tug'ilishdan tartib nimalarga diqqat qilish kerak to'g'risida onalarga yo'l ko'rsatgan bir kitob, ota-onalarga va shunaqla bir yasli o'qituvchilarga yo'l ko'rsatgan bir kitob bo'ldi. Chunki bir insonning hayotining boshlanishidagi bosqichlar bu. Ya'ni azroq o'zim bu bo'shliqni to'ldirgan bo'lishini pek arzu qildim. İnşallah bunu okuyan okurmenlerime menfaat bo'lgandi. Men o Mahremiyet Terbiyesi degan kitapni o Mishadin aytdi o'qirman sifatida, avval o'qirman sifatimni deb olayim. Adam Güneşninki deganlarning hammasi vak to'g'ri. Masalan, men shaxsan qanday o'ylaydim desa, dastlabda ilaqi nimadagi 100 qo'ral, uningdagi 100 qo'ral degan kitoblarni ko'rdim, ilaq turkchani o'rgangan vaqtda. Uningdan burunda vatandik chaqda shu Adam Güneşning ismini chaq anglagandim. Keyin menga o kitoblar shundan bir ilaqi pul tepib bozorchilik qilishchili chiqargandek bir tuyg'u berdi va nurg'un narsalar biz qilolmaydigandekchu. Masalanga meningki 4 balam hammasi 2013, 2014, 2016, 2017 yilga birdinchu. Bu balalarimninki o qadarcıq ehtiyoji mening genimda hech yani o ne anlasam mening baxt tuyg'um tuvallab o'zimni texmi nacharlashtiribdi. Nimaga tug'ding sen? Nimaga ona bo'lding? Qissang ummamdi. Bunda baqolmaydigan, bog'lanolmaydigan, bu balalarning o ehtiyojlarini qondirolmaydigan odam sanga nima bor deb bilqib bir ishga o'qigandan keyin bu kitobdan bir aktiv jihatdan bir narsa ilishdim bekrak o'zim chiqib cho'kib ketadigan narsa qilib Adam Güneşning kitoblarga faqat yaqin bormagandim. Ma chunki o'yladimda bu erlar o'tirib bilib mushtaq davrdi, yezaverdi. Bizning tatiyotganimizni, bizning ko'rayotganimizni, masalan, Nayt dаңlıq bir shoirning oldig'imi, dunyoviy isil zodi oz tepildigan she'rdan bir kuplet o'qishdan burun, uning qo'sqi och, ussiz bo'lsa, uning qaypishtaq silag'man yabs bir piyola choy avval ashni berib etgandan keyin ondan she'r quloqqa tetiydi-chu. Biz yiliqi eng tön ehtiyojlarimiz bo'lgan oila, turmush, bu narsalarimizni tartibga solib bo'lamay turiblam. Bunda xeyli yuqori, bu bek yuqori bir seviye kitobda tilga ilinayotgan narsa. Shuning bilan o'qimadim-da. Sizningki kitob chiqqandan keyinmi sog'lom rishtani qo'llayma va boshqalarga so'q qilma deb bir nechini olgan bo'ldim, lekin varaqlab tafsili o'qimadim. Uningki mahremiyat tarbiyasi. Bu kitobni echib narini ochdim bilmayman, bir yana echib shundoq diqqatimni tortdi. Oqisdan İstanbul'a ketayotgan mushu bir tiniq bilan kitobni ochdim, oxirigacha o'qib etdim va sizga shu chaqda yozdimmi yozmadimmi bilmayman. Mening odamga bo'lgan ko'z qarashlarimni ma kitobingiz buzvatdi xili. Ammo odamning kitoblarini ham o'qisam bo'g'dak deb. Chunki mening hozirgacha qo'yaqima mahremiyat degan atalg'i to'g'risida gap bo'ldi-ku. Biz nomus terbiyesi kitabı var. Yer Mehmet Tahir Toğluq'nınki Şermi Hayat Terbiyesi hakkındaki kitaplarımız var. Cinsiyet terbiyesi hakkında çıkarılgan tercüme kitaplar var. Ama mahremiyet, cinsiyet terbiyesi,
haya, nomus tərbiyəsinin həmmisini bir əlaqəni ağam bir sözgə mən ki oylab müşümüşünə çıpdı dep oyladım ki məhrəmiyyət tərbiyəsi degan gap o özününki öz içiga aldıgan dairəsi maddi hem manevi cəhətdən keng болады ekan. Bay biz degan tərəflərin hamısını öz içiga aldı ekan. Bunun için Gapыңыз бөліп қалды. Мәхрәмият тәрбиесінде алынған, яны әхтән қылыш тәс оған, ama insanның қыла алайдыған, Nümen deysiz kılalaydigan bir noktası bu fakat siz degan noktalar ham emas. Onun sırtında bir kişinin oturup kopuşki bir nazaket ve latafet deymiz bu biz. Bir adamda qarsa, acaba bir oturup kopuşlardan terbiye kögen akşaydı deyip kaldığımız mesela biz şu tarafga bağlap durup düşünümüz. Terbiye kögen ayının balları, terbiye kögen ayının balları okugan, okumagan dep durup bir adamda bazı açtaq bir bahalarını berip kalımız. Yani bu yerdeki bir kalem tutuş, bir aldığınız bir hediye hediye kelgence, boğlaqlıq bir hediye kelgence de. Onun ağzını jitiplam açamsız, bir gereksiz bir kağıt. Ya ki aldırmay açamsız. Xat yazıp oğan, ya xat yazığa vaxtınızda kalemden kapçıqını koyup koyamsız ya üstü keydirimsiz. Işırtıp oğanı yakında. Her bir iş yerken, gap söz, oturup kopuş, hemme nesini bu yerken nazaket, latafet degan adamningki hem söz hem harekete qartilganken, bularning o'z ichiga oldigan bir ilm ekanligini men bu kitoblarni o'qigandan keyin andan o'rgandim. Şu məhrəmiyyət tərbiyəsindəki mənə yəni ən bir diqqətni tatqan bir nöqtə var. O bolsunmu şu oğullarning biz hozir qizlarga nomus tarbiya, hayot tarbiyasi sipoyi sizni deb ketdingiz. Bakara qizlarimizning o'tirish qilib shu bu narsaga diqqat qilganmiz. O'g'illarimizning ro'yi dunyosiga kiramayotganmiz, diqqat qilmayotganmiz. Ham o'g'illarga bak mana o'ynab, sakrab, uni qilib sirtib bo'lgandan keyin Onda xilqi qizvalda ketiş oturab, ya miyanglap, şıqlap, bu qılıb qılmağandan keyin diqqat qılmaymiz. Yoki o'g'il bola buna mishchan bo'lib qolmasin, işte qattiq mundaq bir bo'lsin, o'g'avaldak deb o'ylab, bu xil nuqtada ularning ro'yi dunyosiga sal qaramdoq bilmadim. Shu kitobda bir narsa bakkelqi, meniki hozirgacha kallamda ketmagan bir nim bayliqi. Biraylan o'g'lini u yoq bu yoqqa ish chiqqan vaqtda davomli qo'shnisini uysiga qo'yib qo'ydi-da, mishadi. Yana bir o'g'li bilan o'ynasin deb cho'ngroq yoshlik bir o'g'li bilan. Ve çoğun yaştaki oğul tərəfindən bu bala hesabda dəpsəndiçilik uçraydı da. Lekin bu bala kiçik olğandan keyin bilməydi, nimaligini bilməydi. Çoğun olab bilgan vaqtida özünün oğulluq kimligidən guman qıldı və özünü oğul bala his qılmaydı. Keyinki zamanlar toy qılınmaydı və ba'zi hoşcinslik deb qaraydiganlar o'zining dil erkak kimligini bir yerda muqimlashtirolmagan yoki shu yara ichida o'zini bir xil o'g'aval emasdek tuyg'u keltirib qo'ygan shu narsa ularning ro'yi dunyosi uzungacha bir kimga deyolmaydi. Shu bakiliqqa ro'yimni zilzilaga sog'andi. Biz qizlarga qarab o'g'illarga sal qaraydi ekanmiz va davomli biz qanday vaqtda aldanıp qalamiz desangiz, ishongan bo'lg'achqa aldanıp qalamiz. Qanday vaqtida zarbiga uchraymiz yoki bo'lmasa nima qilib qolamiz, ishongan yerimizda nima qilgan vaqtda shu voy do'stim dinimimda deb ishinib qo'yib qo'ygan yerda bunday bir ish bo'ladi. Shuning bilan bu kitobni shu chaqda men nimalarimda durumlarda chiqarib ben mening tavsiya qilgan bo'ldim. Bugun men suhbat nimasidami? Bek tavsiya qilmam, mencha bu bek muhim. Yana birsiga men burun shu ro'yat yoki u bu desi bek mishchan bo'lib qoldigandek, bu o'g'avalig'a nisbatan chu kechkichi bunda bo'lamdi deb ashtaq bir o'ylab qolgan vaqtlarim bor demdi. Voy bolam, Oğullarınki korkmaslik, cesaret, terbiyedeki terbiyelerini kechkichi masalanga o'tirib, ha undami, bundami masalan tuyg'ularni paranglashish, masalan sog'lom rishta kitobida nurg'ulg'an ashta misollar bor hamda. Bu menga ba'ziligi bek mana oshirib aytgandek keldigan ishlar bo'ladi-chu, nima qilmaydigandek. Hozir o'ylasam, o chet elchilikda musofiratda biz boshqa bir nimada yashaydi ekanmiz. O'zimizning o'tmishdagi bolaligimizdagi biz yashagan mahallidagi liqqida uyg'ur purab turadigan u muhabbat bilan to'lgan u bolaligimizdagi narsa ma bugungi bolalarimiz yashayotgan narsa. Shundaqla shaharlashish ve şehirleşkendimi özünün toplum içinde emas, mındaq bir musafiratda bir g'ayrib bo'lib
turib şəhərləşib atqan bir muhitdə balalarımıznınki ruhi dünyasıga çöküş bu bək mühim ekan. Şoňaýlyk köpçülikке tavsiye qılmam. Men okugan wagtymda aşina bir nima bolgandım. Ondan keyin hem de ýeni çykdygan başga kitaplar barmy? Hoş haberler barmy? Evet babam. Siz hazır balalarınki bizning vaqtimizdagilar hozir vaqt to'g'risida keldiňiz. Qisqa to'xtab o'tay. Haqiqatan ota-onalar bo'libmi dadalarning nazarida shuna qaraydiki, voy bizni onamda, meni onam anda cho'ng qilgan, manda cho'ng qilgan, sen anda qilib qarab ketding, sen bek voy deb ketding deb onalarninki birga balalarga tutgan əstadil və ya ki zil muamelerini dadalar qabul qilib bo'lmaydigan bir tarafi var. Yoki bo'lmasa bu bir farzand tarbiyasini analar ishtirib qo'yib, bu ananing ishi deb o'ylab, o'zi xizmat bilan aldirashib ketadigan bir ishlar bor. Yaxshi bo'lsa, o'zidan yomon bo'lsa, anadan ko'radigan. Bu seni tarbiyalagan balang deydiganchi. Bu xil hikoyalarni mijib qilgandik. Endi bizning cho'g'a vaqtlarimiz bilan hozirgi siz degandek bu musofirchilikdagi hayot, bu musofirchilikka mayli ruhimizning ochligi bo'lsin, mayli o'zimizningki muhit jihatdagi bir ochliqimiz bo'lsin, bu haqdan bolalarimiz g'ishlik ta'sir ko'rsatadi. Masalan, siz degandek Uyg'ur purab turgan bir mahallada bolalarimiz, o'g'illarimiz bo'lsin, qizlarimiz bo'lsin, mahalladagi vaqtlarda o'ynag'ich kelsa, biz xotirjam qo'yib bera oldik o'ynaydigan. Bolalarimiz balog'at yoshiga yetgan vaqtlarda ana-dada o'tag'izib qo'yib turib tarbiya qilgan ishlar yo'q deb bilaman. Qizlarga balkim ana yaqin o'tag'izib qo'yib turib, uning diqqat qilgan ishlarni, kiyim-kechak, u bu nasihatlarni qilgan bilan o'g'illarni o'tag'izib qo'yib turib bir dada undaq izil yerlarga kirib nasihat qilmaydi. O'g'illar kinadan o'rganadi, akademiyatlik, ya'ni mahalladagi akademiyatlik, ya'ni isil akalardan, mahaldagilardan so'raydi, o'rganadi degandek. Attisi bizning Uyg'urlarimizdan kim shu to'yda qizlarga yenge qetib berishni nimaligini men to'yamda o'zimning to'y olgancha andimdek his qildim. Yenge qetib berishning naqadar muhim bir madaniyat ekanligini bu to'yda hozirgi yoshlarninki to'y qilish nimasida u bek qolmagan bo'lishi mumkin. Ammo bu bizning an'anamizni saqlab qolishda va dal mush mahramiyat tarbiyasi jihatda nihoyat muhim bo'lgan bir xalqchu bir inson hayoti. Mayli o'g'illarnikiga o'g'illarga yangi qetib bergan bilan ularning o'ziga tushliq oladigan nasihatlari va darslari bo'ladi. Qizg'anman shunga o'xshash. Ammo hozirgi jamiyat uchun siz degandek biz musofirchilikda bolalarimiz yolg'iz cho'ngiladi. Bu bolalarga kim nasihat qilish kerak? Albatta bunga muhofizkor o'quvlar deymiz, ya'ni qo'g'dab turadigan, buni islom shariati bilan o'tilgan maktablarda balkim bu darslarni berish mumkin. Ammo uning yanida men shunday umid qilaman, agar va bor deb o'ylayman. Masalan, hozir sotsial mediada Chinar deydigan bir Instagramdan izlasanglar bo'ladi. O'g'illarninki Anqarada bu o'g'illarninki maxsus shu islomiy tarbiyasidan bolalarni yaxshi ko'rib turib beradigan nurg'un nasihat qilgan bir suhbat guruhi bor ekan. Qizlar uchun Mina deydigan guruhi bor ekan. Mina deyman ismi. Men bolalarımni olib boqmadim, lekin abolasini olib borgan onalardan shunchalik bir yaxshi inkaslarni oldim. Undan boshqa yana shu madrasalarda madras tarbiyachilar hozirgachilik bor, turklarning ichida bor. Endi Istanbuldagi Uyg'urlar bek ta'laylik, Uyg'ur islom dinida olgan, ham fanda o'qigan, ham islo odamlar Istanbulda bor. Ularning bu jihatdan bolalarni ma'lum bir maktab yo ustozda tarbiyalash sharoitlari bor. Ammo Istanbulning sirtidagi, chet ellardagi, Turkiyaning boshqa shaharlaridagi Uyg'ur oilalarining bolalarga bunday bir fursatimiz yo'q. Buningda faqat o'zimiz tirishimiz, o'zimiz izlashimiz kerak. Turklarning bo'lsa-mu, masalan, madrasalardagi yetakchilik qilgan ba'zi ustozlarga talab qilsak bo'ladi, o'g'illar suhbati ilib borgan, qizlar suhbati ilib borgan. Chunki hozir musharlikda deb qistirib qo'ygim keldi. Siz bayatdan deb o'tgan farzand tarbiyasiga yuz asos prinsip. Andin yoshlar bo'yicha bo'lgan 7-14 yosh bolalarning farzand tarbiyasiga yuz asos prinsip. 0-6 yosh bolalarning tarbiyasiga yuz asos prinsip. Balog'at yoshidagi bolalarning tarbiyasiga yuz asos prinsip va qadama-qadam jinsiy tarbiya qatorliq qisqa yozilgan kitoblar bor odamga berishdan. Bu kitobni kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydigan yoki nayta kitob o'qigudek vaqt yo'q aldirash kishilar uchun tayyorlangan kitob deb o'ylayman. Qisqa mazmuni. Endi biz inson nafsi shunaqa qisqa yo'ldan bir manfaatga erishsam, jafo tortmasam, nafsi shunga moyil bo'ldi. Ya'ni aslamla manfaatli bir narsa chiqsa, shu bo'yicha bir qilsam ekan deb. Amaliyotda farzand tarbiyasi undoq oddiy va
aldırab qısqa vaqtda qılğan bo'lgan bir iş emas. Ama yoxdan yaxşı bu xil nəsihətlər. Şunlaşqa mən hazır özümnünki Sağlam Riştə YouTube kanalında bu kitaplarını tərcümə emas, oxub, yişib, tərcüməsilə birlə yişib düşəndiriş şəkildə qısqa videolarını işləşinə başladım. Sağlam Riştə kanalımı bildiğanlar bununla əgişib, məsələn, öz anlarının, balalarının yaşayan maskeli yerlerini ögün alsak buldu. Aşına gidip mesela balagat yaşındaki balalar cimcitleşip ketmeydi de. Ular kemsiz olup ketmeydi. Ama ularning ruhini anglaydigan inson bo'lmagankin, ular siz degandek cho'nglar bilan va yoki o'zining ruhini tushunadigan kishilar bilan suhbat ilib boramagankin, ichiga bekinadi. Ichidagi bekinish bu bolalarni bag'an siri nimaga ilib boradi? To'r o'qima bo'lish, to'r o'yini va yoki undan boshqa har xil narsalarga bog'lanishlikqa yetkazib qo'yadigan ahvollar bor. Endi kitaplarınki hoş haber desek, hem eğlenceli var. Yakında Allah nasip olsa, balalar nime için kıldı, neyi neden yapar diye birinci kısım bu kitap yakında neşirden çıkış aldı durdu. Bir iki ayga kalmay inşallah kullanılan tekizişke, okurmenlerini kolunu tekizişke tirişimiz bu kitap neşirde besliş aldı da. Bu kitapta onlar tepsili alette, inçik alette bir bala kolunu emiştin tartıp, ne için kolunu emidiğen buldu, ne için tırnak yedi, ne için başkalarına ağzını bozup tullaydiğen ahvallar kelip çıktı. Degenge o'xshash har xil ahvollar va bolalarga qo'rqish tuyg'usiga qanday paydo bo'lganligi, bundan qanday chiqish degan o'xshash konkret masalalar o'tirib qo'ygan sevimli bir kitob deb o'ylayman bu kitob chiqish oldida. Undan keyin bu yilning ichidagi bir planimizda yana bolalar siri kitobi. Bu kitapni biz qonuniy o'qib o'qimagan kitap. Bu kitapni nashrga berish oldida turdi. Eng oxirgi tahrirlikini qilyapman hisobda. Tahrirda mening qo'limga kelgandan keyin men kitapni asl nusxasi bilan birlashtirib turib eng oxirgi tutishdan keyin men nashrga beraman. Nashriyatdan yana bir qatim ko'zdan kechirgandan keyin ondan bitishni boshlaydi. Bu yil ichidagi kitap bu deb o'ylayman. Undan keyin biz qonuniy ruxsatli huquqini olgan kitoblarimizdan birisi oila bilan bog'lanish kitobi. Bu oxirgi kitap. Bu kitap bu yilga ulgurami yo'qmi onu bilmayman. Chunki tahrirlarining qo'lga berilib, ularning qo'ldan ilinib qilgan bir jarayonlarga kelmadik. Chunki bu kitobning tili bek og'ir ekan. Men shaxsan bek qiynaldim. Kimden qandaq maslahat so'rash keraklik to'g'risida izlandim. Hatto vatandagi Zivida xonim deb psixologlarning beshida Uyg'urlar uchun boshlab bergan Zivida xonimningki Turkiyada YouTube kanali qo'yilgan videolarini tartib izladim. Ba'zi so'zliklarni qandaq ishlatish kerakligi, qaysi so'zlarni bizning oldimizdagi bu sohadagi ustozlar qaysi so'zlarni ishlatdi deyish jarayon buni bilish uchun izlagan bo'ldim. Yaqin o'sha kitoblar bor. Alloh nasib qilsa yana onalarga hadiya shaklida taşның hikayeleri deb 6 sınıf küçük resimlik bir kitap neşirden çıkış aldı da Allah nasip qilsa men bek yaxshi ko'rgan bir kitap. Hozir yanımga kelmoqda men. Bir narsa so'rab olay. Siz boya Chinardan gapini qilgandingiz. Men birmi Chinar chiqdimi? Sen birisi Chinar kolleji deydi. Yana birisi Chinar 6 Ankara deydi. Aşı hesap şumu? Chinar 6 Ankara aşı. Chinar 6 Ankara. Oldu. Ha. Unaqısı yeni bir nərsini avval bir axırqı bir ikki sualım var. Birisi şu ma qilayotgan ishlarning jiqliqida men anglab bu ishlar qanday yetishidi. Masalan, tayron qilib sizning bir kunlik vaqt o'rlashtirib, bir misol sifatida siz vaqtingizni qanday o'rlashtirsiz? Siz mesela qanday yetishidi degan ishlardan nimalarni angladingiz? Ma kitap tercüme qil. Töt balı qara, dərsxana aç. Ona aqsıma bir öydə ma bir xotin kişinin itidigan tamıqı, juydigan qaytısı, kirqatlı bir öy ba beriş keliş mesela bir Ankara'da yaşavatımız hemmişlerinin ki naytda kişilik alaqadaki qayda usullan joyda qilasiz, bardigan yerlarning hammasiga borasiz, kelasiz. Balalarınızın hammasiga mesela nurg'unlar biladi shu Montessori usuli bo'yicha qo'llanib balalarınızni qildingiz. Hozir darsxonalarni ichivyapsiz, maktablarni tarjima qilyapsiz. Hozir deb men yerib ketyapman, hozirroq suv ichivyapsam yetmadi. Shu ishlarni qaysi qilyapsiz demoqchi. Belki bu vaqtga taqilish meniki kichkimdan tartib bilmasi kerak. Yani opam rahmetlik o'zgarcha bekchilik oliy maktabda o'qimagan bilan lekin bek esil anlatdi. Anam vatandagi vaqtida yoki men vatanda undidar dars so'zlagan vaqtlarimda
Başkalardan şundaq bir tələbini qılardım. Apam üçün dua qılıb qoyanglar, apam rəhmətlik üçün dua qılıb qoyanglar. Mənim müşahidə gəlgən apamdı. Həqiqətən çıx kitablarını oxuduq, lekin bir ananın tərbiyəsi başqaça olur ekan. Apam vaqt aşındaq əhəmiyyət bergan bir ana ikənligini mən keyin bunu his qıldım. Amma bizə qandaq öyrətdi desəniz, balam bozorga chiqib, mashinachini qishiq berib maraqni berib tang, navoiyni qishiq berib non ilib kelang, ana yoqqa ochingizga tomoq olib berib berang deb birini qancha ishni buyurgan bo'lsa, ishdan chiqishdan burun so'raydi. Siz avval qaysi ishni qilsiz, balam, qaysi yo'ldan mangsiz deydi. Turib qoldim. O to'g'risi bir fikrim yo'qdi. 12 13 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak. Qanaqadir balam, yo'l xaritangizni sizlaring deydi. Vaqtingizni tejang balam. Bir yo'lni ikki qatim mangmaymiz. Kallı ishlimga odamning put qo'liga aram yo'q deydi. Apam bizni asosan maqol tamsillar cho'ng qilgan. Bu balki menga bekrak ta'sir qilgan bo'lishi Şu. mumkin. To'xtamay agar kallani ishlatmasang, vaqting isrof bo'ldi, putqulanga aramchilik yo'q deydi. Va yo'l xaritamizni siz birda. Yo'limiz may yo'ldan mansaq, avval maashni qilsangiz, andin maashni qilsangiz, eng tez vaqtda uyga kelib bo'la olasiz, vaqtingiz tejiladi deb. Ya'ni bu hisobda mening hayotimdagi vaqt boshqarishni o'rganishniki tunji qadamlari apam rahmatlikdan o'rgangan deb o'ylayman. Uni yoqi oliy maktab hayotimizda zodi birga oliy maktabda shu til fakultetlari bilan birga tıp fakülteleri, balları acayip tirişçanlık keladi. Kütüpxanaga atdegen saat 4:30-5 bilan qopab, saat 7:20 bilan içildigan bir kütüpxanaga qatada turduq. Ishikdan kirib bo'lg'ichlik bir go'y masalan kitaplarımızda o'rinlarga tashlab o'rin egallashga aldiraydi. Aqdim yotoqdagi do'stlarimiz chiqib, o'rinlarga o'tirib o'rganish qildi. Biz uchun atganlik bu vaqt o'rin egallash acayip qimmatli. Çünkü kütüpxonada o'rganish muhiti bilan bog'chada o'tirib o'rgangandan keyin yotoqda o'tirib o'rgangandan keyin kayfiyati faqat o'xshamaydi. Hı. Ali maktabda bu xil bu xil Bunun o'rganish okşamaydı. muhiti. Evet, mektepteki bu xil o'rganish muhiti. Erken akşam taraflarda başkalar bağçalarda uya bir oynayıp жүрсе, biz akşamlık muzakirelerde saat 10:20 bulmacılık, 10 olmazlık çıkmaydık. Yani bu jarayonlar insanın hayatını pişirdiken, çetelge çıkan ayağı, apam rahmetlik deydigan, çaqqan xotun, bir balsı bolgan çağda, andın çaqqan bolalsa çaqqan xotun boldu, bolmasa pok notigidan kopanmaydı o deydi. Çünkü qancha men degan ayol kishi agarchanda bu chaqqon bo'lib ishlarni yaxshi planlab o'rlashtiramizsa bir bola qo'lga chiqqandan keyin vaqtdan yetishmaydigan tunji bola tajribasiz nimani qanday qilish kerakligini bilmaydigan ajami deb qo'ydi-ku turkcha ham vaqtlar bir ishlarga buni hammamiz yashaymiz tunji Yardım bola gösterdiğAllah tehi yok manda uzakta. Atanımız olsa kılınman, kılın bolaman kıylap durayman, kıvılın deydi. Lekin Onu bir demem. Tökülüp gitimizge eğer ondaq bir işler oysa. Yani Allah konuga insaf verse, Allah'ın bizge en çok bergen nimetleri erlerimiz olur iken. Şu erlerimiz bir erip kettim, çarçap kettim, baka balağına özem değil mi selam? Kelip bir dadılıqım bu meneki. Men ama ballarımdan üstüde bir hakkım var dep durup balını kolu ettirdiğin bir erlerimiz olsa, Allah ularda razı olsun dep dua kıldık derecede. Yani yok emas ba hakikaten şundaq dadılar. Allah razı olsun. Chet elchilikda erlerimiz bizning eng chong ne'matlarimiz bo'ldi, yaqin turadigan. Uni yoqqandan keyin bu ishlarni qanday o'rlashtirman deganda, birga mening uyqum bek az, azaldim. Az uxlayman. İkinciden, her insanın hayatında huzur aladigan bir tarif oldu. Kimler kino ko'rishdan huzur aldı, kimler bazar joylashdan huzur aldı, kimler zivzinatdan, kiyim-kechakdan va yoki degandek. Mening huzur aladigan yerim bir narsani öğrengen dersimni fark etiş dediniz mi? Farkındalık diyen söz. Ben Türkiye'ye çıkıp şu öğreniş hayatımda en çok menfaat alan iki söz var. Birisi değer vermek. Bir kişiye, bir nersige kadir kıymet veriş degen nime? Bunu ben hayatımda öğrengen en çok kaderleş. inanıyorum. Kaderleş. Kaderleş. Hı. Yani birisi olsa e, farkındalık. Yani fark etiş iktidarı. Bu benim için pek çok ilim bolgan boldu. E, Yani bir narsani o'rgangan narsamninki mening ruhimni oziqlantira olgan vaqtda men bundan huzur olar ekanman. Shunga to'xtamay hayotimni o'rganish. Yana birga vaqt insonning umrini uzartish deb o'ylayman. Umrimiz bek cheklik bizning. Hammamiz o'lib ketamiz. Hayotimizda atrofimizda nurg'un o'layotgan insonlar bor. Vafot bo'lib ketayotgan. Yotgan yerini jannat qilsin deyli. Gunohlari mag'firat bo'lsin. Ammo qanchalik odamni biz eslaymiz? Qanchalik odamlarni yod etamiz? Nihoyatda oz.
Yoki biz bilmayman. Ish qilib inson hayoti nihoyatda qimmatli. Payg'ambar Efendimiz bizga o'rgatgan, o'lib ketgandan keyin davomlashadigan amallar ustida hayotinglarni shuning uchun sarf qilinglar deb. Men shu yo'lni tutishni yaxtan xohlayman. Gerçi qilgan ishlarim taxi hech qanday bir ish qildim deb o'ylamayman o'zimni. Ammo Alloh umr bersa, oxirgi umrim, oxirgi nafsimgacha bir ishlarni, ya'ni men o'lib ketsam davomlashadigan bir ilmlarim bo'lsa, masalan kitob bo'ldi, buni davomli o'qiydigan bir kitob o'tirg'i chiqsa, gerçi yazmasammi, tarjima vasilasilarni yetkazdim. Va bunun o'xshash chiqishlarni qilsam deb xiyol qilaman. Ishonsangiz, uyimning bir hojatxonasidan boshqa hamma uyda bir yig'ib soat bor. Davomli soatga qarayman. Plan. Soat manchada manchalik ish va manchalik manda. Uni yoqib bir daftar qalam, ajan daftar deymiz bu xatir debdi. Hisobda bizniki shu planlıq amak sinfining nomidan chiqqan Nuzgul jamiyatiniki mablag'lar qilingan 2023 yilda maxsus bizning bundaq bir kitob xatir daftarimiz chiqdi. Hı. Planlıq daftar. Ya'ni bu biz Yaxşı uchun bek gəldi. muhim. Ben Mağımsız. farzand terbiyesi mo'min analarga davomli deydiganim, agar sizlar farzand tarbiyasiga ko'ngil bo'lsanglar, agar hayotinglarni ahamiyat o'tkazishni xohlasanglar, uyinglarda birga saat bo'lsin, qo'linglarda xatir daftar bo'lsin. Endi har vaqt uyinglarda bir yininglarda kalendar bo'lsin. Vaqt planlash uchun. Endi keyin mumkin bo'lsa bir daska bo'lsin. Ya'ni men bu meniki xizmat qilish nima? Tamga mixlab qo'ygan bo'ladigan mantarada taxta deydi. Daskadan tartib bor. Jiddiy bizni xotirlatadigan, unutib qolamayli degan narsa yezib chaplab qo'ydigan degan narsa. Ben muşundaq işler yani qaynanamdan öğrengen bir narsa. Balam, adam degandan ki ömür bek qısqa, sahar qopimiz bir günlük hayatınızı çaçı örgende kılın deydi. Şap çaçı örgende ömrünüzü aşında bir günlük işinizi çaçı örgendek yapmanız balam da. Qaynanama bunu öğretken. Yani qaynanama okutkucu, apama okutkucu meninki. Yani işte okutkucununki belki terbiyesinden bek tesirge uçurdum mu? Yani bir günlük hayatımda boşluk degan narsa, inson hayotida boşluk degan narsa bo'lmaydi. Biz boşluk degan narsa zo'rlab chiqarmasakmi, planlagan ishlarimiz ba'zida har ish bizning planimiz bo'yicha bo'lmaydi. Allohning bir o'rinlashtirishi bo'ldi. O'rinlashtirishdan mumkin bo'lmaydigan, nasib bo'lmaydigan, nasibimiz bo'lmagan ishlarda iptal bo'ladi, bekor bo'lib ketadi ba'zi planlar, ishlar. O joyda bizning hayotimizda bir bo'shliq chiqadi. Bu bo'shliqlar bizning aram edishimizga yetadi. Va shunaqla Payg'ambar Efendimiz bizga o'rgatgan, Payg'ambar Efendimiz bizga o'rgatgan bir dam olish shakli bor. Hozirgi jamiyatda yoshlarga, insonlarga dam olish desa, kino ko'rish bir dam olish, to'r o'yini o'ynash, telefonga bir soat telefon qaylalish, dam olish deb o'ylash mumkin. Amaliyotda bizni uxlab dam olinglar yoki bundaq bir ishlar bilan dam olinglar deb o'rgatmagan. Mingimizningki zihniy emgak qilib charchagan vaqtimizda jismoniy ishlar bilan, jismoniy ishlarni qilib charchagan vaqtimizda zihniy ishlar bilan mashg'ul bo'lish orqali bizni dam olishga buyurgan. Men shaxsan hayotimdagi vaqtimni yetishtirishga tirishyapman. Hatto yetishtirib olmayman ba'zida. Lekin bu xil prinsiplarni hayotimda balkim nisbatan amallashtirib olganligim uchun balkim qilmoqchi bo'lgan ishlarimga boshqalarga bir manfaatli bir inson bo'lish hayotimning bir prinsipi deb o'ylayman. Yetishga tirishib qilayotganman deyman. Texim bereket versin. Hakikaten bu pek asan emas. Onun üstüge insan bundaq vaqtni yaxshi o'rinlashtira uchun belki yuqori bir ruhiy kayfiyat va his tuyg'ularini boshqarish iqtidori ketadi. Chunki nurg'unlarimiz vaqtni bekchiq plan qilganlarimiz bor. Planning birisi bo'lmay qolsa, qolganlardan voz kechib ketamiz shu. Ay bo'ldilar oqmadi deb. Bir kun bir ishimiz bo'lmasa, qolgan 9 ishning hammasidan voz kechib ketgan avvallar bo'ldi. Bu amniyatda bizningki ruhiy kuchimizning ifodalanishidagi muhim bir yo'lchi vaqt boshqarishimiz. Ondan keyin oxirdamda hammamiz o'qigan kasbimizni qila olsak ekan yoki bo'lmasa o'ylab baqsaq oliy maktab, aspirantlik deb yoshligimizning eng qoymiqi, eng go'zal chog'larining hammasi shu kasbga atab, oxirida bu kasbni ishlatmay qolsak ichimiz ochiq qoladi. Ham sizning abay dedingiz, oliy maktabni doktorlikda o'qidingiz, 2 yil Qashqar viloyat kasalliklar doktorxonasida doktor bo'ldingiz. Undan keyin kelgandan keyin mana Turkiyadagi davlat universitetlarida, Hacettepe universitetida bu aspirantlikni aşağıda o'qidingiz. Endi hozir biz asosliq mana bolalar deb shu bolalar tarbiyasi haqida boydan paranglarni chaqib ketdik, lekin biz o'zimiz avval bolalarmi o'z oldiga bir yakka mavjudlik, bizmi o'zimizning oldiga bir yakka mavjudlik. Biz bolalarimiz, biz ota-onamizning bolasi va bir Uyg'ur bo'lish sübtimiz bilan bizning ustimizga
nurg'unlagan kimliklar yuklangan bo'ladi. Onalik kimligimizning sirtida bizning o'zimizning bir balalik kimligimiz va ota-onamizning bizning kutgan umidlari var. Mush bolamni mushta o'qitibdi, munda benim qilsa deydigan. Ondan keyin bir kichik aloqa subtida bir do'stlarimizningki bizning kutadigan birdan tekshirib turay qizim. Tayyorlab turaman. Men hozir darsda bilamda. Kütüdüğən tələbləri buludu. Yerimizdən bizdən kütüdüğən ayallıq tələbləri bu, ayallıq kimlikimizdən kütüdüğən tələbləri buldu. Bir kişi bunu sübtümüz bilən, bizdenki bir Uygurluğumuz, bir Uygur bolu sübtümüz bilən. Benim adam mısın? Bas, Geçirinler. Bu bir Uygur bolu sübtümüz bilen bizden kütüdüğen nurgun ümit arzuları boluducu. Bir yani könglimizde ilaqi milletim üçün, vatanim üçün bir iş qilsam ekan deydigan nurgun tuyg'ularimiz bo'ladi. Bir ayol kishining o'zining mushunda ko'p xil kimliklarini o'zi rozi bo'lgandek shaklda tang barpo qilish, shu hammasini bir voyaga yetkazib qilishni orzu qilamiz. Sizdan ham oxirida so'raydiganim shu. O'qigan doktorlik kasbingizda bundan keyingi planlaringiz bormi? Qanday? Rahtan nayet mühim bir sual oldu. Men aklıma kelsem apam rahmetli kesilken tok oturup durup tamak etip beretti. Men 25 yaşında apam tüyüp gitti. Ise 25 yıl apam kesel nazarı tattı diyen gap. Mening doktorluk kasbimni tanlashimdimi apam manga çok ta'sir ko'rsatdi apam rahmetli. Men doktorluk yapamay turib uyda asma kılas alaydım apamga. Ali mektepke berip doktorluk okup kelgenden yaqı doktoruna yetmegen reçete yani reseptlerge doğrularını qandaq işletish, qandaq qilish to'g'risida qo'limdan kelgan yaxshilik qilgan bo'ldim. Mushu dadam rahmetlik artist bo'lganlik uchun bizni san'atga tarbiyalagan sifatda kichikimizdan biz 4 bola hammamiz bir musiqada tarbiyalanib chiqdik. Masalan, men skript chalardim kichikimdan. Ali mektepchilik chog'imda skriptni. Zaten sahne hayatımız var bizniki, aile hammamizniki. Lekin apam rahmetli dedi ki, balam bu men çeklemeymen, sanat öğrenişinizi men çeklemeymen. Ama bu sizinki bir iktidarınız. Yani hayat insanların yaşaş söygüsü deyimiz. Bu sizge bir hoşallık berdiğen bir iktidarınız olsun. Bunu kılıdığan yaba, kılmaydıgan yaba. İnsan haddini biliş gerek dep. Apam rahmetli öğrengen en çok narsa insanın haddini bilişi. Balarımı menden soraydı. Balarımı bazı açlasam. Ana bu haddini bilişigen ne diyen gap dep soraydım. Bu bir insan buluşunki insan buluşunki chegarasi qaysi yerda nima gapni qilish, nima ishni qilish kerakligini bilishning o'zi. İnsan buluş. Olim buluşdan burun insan buluş deymiz-ku, haddini bilishdi. Apam rahmetlik mana shuni aytdi. Lekin kasbda buni san'atni iqtidor shaklda o'rganingki, ammo kasb qilmang. Men sizni siz menga o'rganmaysiz balam. Siz o'qish bitirib bo'lib bir kasal davolig'idek bo'lishik. Men bu dunyoda bor yoki yo'q. Lekin menden keyingi insanlarni davolasın deb sizni doktor qildim deb opam rahmetlik hesabda men bu kasbimni o'z uchun bir meros qildim. Men bu kasbimni voz kechmadim, lekin hozirgacha 4 balani onasi bo'lish jarayonidagi hayotimda onaliqimni oldingi planga chiqargan tarafim bor. Men avval ona bo'lay, uni yaqindan keyin arzuyim kasbim bo'yicha Alloh nasib qilaman deb turib. Bunga pushaymonim yo'q. Balarimni eng muhim vaqtlarda yanada bo'ldim deb o'ylayman. Yana birga opam rahmetlik bana nimde deydiganda, men al mektepda shunday aniq esimda dosturim altın halqa taqab qilgan chog'da opamdan bir munda munchoq altın halqa talab qildim. Quloqda qilgan shu chog'larda moda bo'lgan bir halqa. Opam menga altın halqa bersam qarab o'tirib opam kesaman. Köpüde oturup durup. Balam altın halqa taqqiz keldim balam. Hech janda sizni o'qitgan pulga men altın olgan bo'lsam, altınga ko'milib ketdingiz balam. Menden sizge miras qolgani altın emas, sizni o'qitib qo'yganim balam degan. O kadar ızladım, o kadar jığlap kettim ki bir daha abamga men altın yoki bir narsa diyemedim. Hozir içimde hem suyunishlar hem içimde shunday bir hislar bilan qoldim. Aqtan apamning bizga qolganim bo'ldi, bizni o'qitgan bo'ldi. Endi har inson o'zining kasbini yashay oladi, yashamaslig'i mumkin. Ammo bilimning o'zgarishi degan bir narsa bor. Masalan, matematika o'qigan odamlar hammasi kasbini talachiq ishlatilmaydi. Ammo uni tijoratda, kundalik turmushimizga hisoblarda iqtisod boshqarishda ishlatamiz. Masalan, bir matematikada o'qigan odam bo'lsa, adabiyot o'qigan odamning hammasi yozuvchi bo'lib ketmaydi. Ammo uni kishilik munosabatda
hayatımızda bu edebiyatni işiltimiz. Edebiyattan huzur alımız. Şununla okşaş, meni okutup koyğunun özünün hemmisini insanlar işiltälişi yani okuğunu natayın ama bunun bir paydası oldu. Onun hayatıda paydası oldu. Menin doktorluğum şundaq. Men okudum. 7 yıl hayatımda doktorluk berdim. Türkiye'de muhacir tebbet okuş jarayonida Türkiye'nin denklik imtihanidan öteş üçün tayyorluklarını neç qatım başlagan boldum. Lekin özüm bir niyet kılıp karar verip intihamaga kirişni oylaşmadım. Çünkü balalarım kiçik, yanımda mening balamning kuchugimdan elib, ishonsangiz Aynur. E, bir vaqtim balamni uxlatib bergan yo'ldoshimdan boshqa odamlar nihoyat oz. Balamga bir vaqt tomoq etib bir tomoq yegizib boqqanlar yo'q. Ya'ni o to'rt balanga o'zim tomoqni berib, hammasini qilib, cho'ng qilish bir chetlarga hammasi o'xshash yashayotgan bir hayot. O kadar yolg'izlik ichida cho'ng qildimizki, buni oldingi plan qo'ymay hamma nima yig'ilgan vaqtimda, o'zimning orzusi degan vaqtimda keyin men balalarımdan ziyon tortib pushaymon qilishni xohlamadim. Bundan keyin planimda men bu doktorligimni qilmadim. Eng kichik mo'ysatda 2 yerimga kirdi, qo'limdan chiqdi. Her halda quchoqlik vaqt emas. Yesilerge bersem yoki birisi o'yintib tursa, o'yintib turarligidek vaqtlarda qaçılır mesela. Bugün iş qilishga vaqtim bor inshaalloh. Men bu xalatni qaytib kelgim bor. Birga opam rahmatlikning vasiyat uchun, yana birga xalqim uchun xizmat qilish uchun kelgim bor bu xalatni. İnşallah kiyman bunaqa ishilman. Chunki men hech bir zaman o'g'inish ro'yimni yo'qotmadim. O'zimga bo'lgan ishonchimni yo'qotmadim. Endi bu axlatni kiyishdagi nishon axlatni kiyish bo'lsa maqsad nima? Hem doktorlaşka insan bir kesbege nurgun edem nurgun maqsadlarla qiladi. Siz dediniz doktorluk cismi vücudumuzu davalasa bu bala ro'y sağlamlığı, ro'yini davalashga yüzlanıpsiz dediniz. Bundan keyin men şunu yolunu tutishni xohlayman. E, Cismimizni davalaydigan doktorlarımız hakikaten etrafımızda var. Meyli garip tibabat olsun, meyli milli tibabat olsun, meyli bu içindeki fiziklik davalaştığımda qara var. Ama bizdeki ruhi cəhətdən davalaydiganlarımız üçün. Uygurun dərdini Uygurdan başqadan düşünüb olmaydı. Bizim vətənimizdeki o siz degan Uygur pıraq doğan, Uygurluğumuzga yoki vətənimiz bo'lgan o aşkni, o söygüni, mesela o koçalarni mangandim, a qurt yegandim, mandaq matang tishiri yegandim deb gapini qilsak, matang degan gapni siz bilsiz, men bilaman. Başqa Uygurdan başqa millat tushunamdi, nima u deb so'raydi. Ne o deb so'raydi turklar masalan. Bizniki cho'g'an o yurtimizni, Uyg'urning yurtini, o dardni Uyg'ur tushunadi. Biz uchun e, bizning dardimizga darmon bo'lgudek psixologlar yetishib chiqsin. Pedagoglar yetishib chiqsin. Vatan ichidagi nurg'un inshaalloh vatanimiz ozod bo'ldi. Buni cheksiz ishonaman. Zulüm bundaq cheksiz bo'lmaydi. Vatanimizdagi qolgan qarindoshlarımızın ruhiy sog'lomligini asli keltirish. U yerdagi bolalarning ruhiy sog'lomligi, vatan sirtidagilarninki musofirchilikdagi ota-ona, cho'nglarninki ruhiy sog'lomligi, bo'lib xonim qizlarninki. Balalarımızın ruhiy sog'lomligi. Buning uchun xizmat qilgan bir ishni o'zimniki Alloh nasib qilsa deyman, umrimning oxirigacha bir xizmat nishonim deb o'ylayman. Xizmat qilishni o'zimning bir nishonim deb o'yladim. Qadam qadam kelaman inshaalloh. Alloh yetarki bu yo'ldagi qiyinchiliklarimizni osonlashtirib bersin. Sinimni salomat qilsin deb tilayman. Alloh nishonlar va orzularga yetishga nasib qilsin deyman. Turkiyada yaşam koş deydigan bir gap bor. İnsanlarni to'g'ri shaklda yetaklaydigan degandek. Menimki xalqim uchun shundoq bir xizmat qilgan, o maqsadiy bolalarning sog'lom bir ruhdan, shundoq bir hammani erkinlik deb turib mengsini juyutadigan g'alit ideya fikrlar bilan aqidasini kiriltadigan bir jamiyatda to'g'ri nishon bilan cho'ng bo'ladigan, to'g'ri bir xarakterlar cho'ng'an avlodlarni yetishtirish uchun musofirchilikda bo'lamdi va yoki vatandagi zulmni ichida bo'lamdi, o'zini yo'qotib qo'yayotgan xonim qizlarimiz uchun xizmat qiladigan bir yo'lni tutqun bor. Bu meningki kelgusi nishon va orzular. İnşallah. İnşallah Xudoyim bütün arzu armanlarınızga yetkizsin. Özünüzden alıp durup etrafınızdakiler, balalar, vatan, millet dep oylagan bu işler. Qiyinchiliklar yo'liqish mumkin ama eshiladi. Chunki buning da siz yolg'iz emas, deydi-ku. Ilm olma deb chiqqan yo'linglarda nurg'un duo qilib turadigan farishtalar bo'ladi, ishlaringlar osonlashadi deb. Demisim shu. Bugün sizden bu ko'lisak gapbek chiqadi, qilgan ishlaringiz mijiq. Ama vaqt munosabati bugungi suhbatimiz mushagicha bo'ladi. Suhbatimizga qadam tashrif qilganingizga, vaqt ajratganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Oilangizga xotirjamlik, ishlaringizga utuq, bundan keyingi arzu armonlaringizga qulaylik, osonlik tilayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizin atayın vaqt ajratib
Men mana shunday bir qadr qimmat berib, muştaq bir söhbət o'rlashtirganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bugungi çok iş qilmadim haqiqatan, amma qila olgan ishlarimning ustida qanday qilib qila oldim degan so'ralsimi, Allohning yordami, to'g'ri vaqtda to'g'ri bir ilmni menga bergan. Yani farzand tarbiyasi to'g'risida bir ilmninki menga bilan uchrashtirishi Allohning bir cho'ng bir ne'mati. Undan keyin qolsa, ota-onamizning bizni kichiklerimizin urqini terib qo'ygan bir ruhimiz bor ekan. Undan keyin qolsa chet el hayotımda mening aqimda tog'dek menga yor yo'lak bo'lib turayotgan yo'lishimdan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan bek ezil. Qandaq bir natijam bo'lsa, uni 20 ming yo'lchimning natijasi deb o'ylayman. Boshqa dadalarning ayollarninki dardini tushunishini, ularga vaqt ajratishini, ular uchun tog'dek bir yor yo'lak bo'lib turishini amaliyotda ayol uchun qilganliklar emas. Bu albatta sadiqa va savob bo'ldi. O'zining xayrli bir avlodini yetishtirishninki ajoyib cho'ng bir vesilasi bo'ldi. Ya xayrli bir avlodim yetishib chiqsin deydigan bir dada bo'lsa, ayolga ko'ngil bo'lsin. Hammalarning vaqt ajratib anlatayonlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmet, rahmet. Ahırda bek mühim bir gapni qildingiz. To'g'ri, ailening ikki chaqosi bir taraf dada, bir taraf ana. Bu ishkilar ishkilisini tang manga vaqtida andikin bu harva, bu mashina manziliga yetalaydi. İnşallah bundan keyin texim güzel natijalar bilan yana bir ko'rish nasib bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarga rahmat. Sizlarga rahmat. Allohga emanet. Xayr xo'sh. Marhaban. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.